Payg'ambarimiz alayhissalom boshqa bir hadislarda aytadilar. Qaysi bir kishiga Alloh subhanahu va taolo qiz farzandlar bergan bo'lsa dedilar, sabr qilib, ularni haloldan yedirib, haloldan ichirib, haloldan kiydirib, shariatga muvofiq odob axloqlar bilan tarbiya qilib voyaga yetkazsa, kunna lahu sitron minan nar dedilar. Jahannamdan to'sib qoladi dedilar. Alloh subhanahu va taoloning azobiga giriftor bo'lishligi mumkin bo'lgan o'rinda qizlar jahannamdan to'sib qoladi dedilar. Alloh subhanahu va taolo otani do'zaxga tushirmaslikka qizlariga imkoniyat berar ekan, shafaat qilishlikka imkoniyat berar ekan. Mana bu aziz birodarlar, qizlarni hayotimizdagi va oxiratimizdagi o'rnidir aziz birodarlar. Bir kishini 6 ta farzandi bo'lar ekan. 6 ta farzandini hammasi qizlar ekan. Kunlar o'tib, oylar o'tib, yillar o'tib, ayoli 7-farzandga homil bo'libdi. Haligi kishi 7-farzandni xotinim tug'sa, o'g'il tug'amikin, qiz tug'amikin deb g'am-g'ussaga cho'kibdi. Yana qiz tug'ib beramikin deb. Oxiri o'ylanib shu qaror kelibdiki, agar 7-si ham qiz bo'ladigan bo'lsa, men shu ayolni javobini berib o'raman debdi. Bu qiz tug'arar ekan bu ayol debdi. Buni ichi qizga to'lib ketibdi. Men boshqasiga uylanarman, ajomat shu boshqa ayol menga o'g'il tug'ib bersa deb, shunday bir qaror bilan uxlab qopti. Tush ko'ribdi. Tushida qiyomat qoyim bo'libdi. Ota jahannamga hukm qilinibdi. Ota jahannamga hukm qilinibdi. Jahannam posbonlari haligi otani jahannamning eshigini tagiga olib borsa, jahannam eshigining tagida katta qizi turarmish. Otamni jahannamga tashamanglar deb. Jahannam posbonlari 2-eshigiga olib boribdi. 2-eshigida 2-qizi turarmish. 3-eshigiga olib borib, 3-qizi turarmish. 4-eshigi, 5-eshigi, 6-eshigiga olib boribdi. Hamma eshiklarida qator-qator qizlari turarmish. Dadamni jahannamga tashamanglar, azoblamanglar deb oyoq tirab turarmish. 6-eshikka kelsa kenja qizi turarmish, u ham xuddi shu gap, dadamni jahannamga tashamanglar. Jahannamda nechta eshigi borligi haligi otani esiga tushib ketibdi. Qur'oni Karimda Hijr surasida laha sab'ata abwab deb Alloh subhanahu va taolo jahannamda sifatlarini bayon qilyotib aytadi. Jahannamda eshigi 7 ta deydi. Shu narsa uni hayoliga kelib ketibdi, ammo qizlar 6 ta ekan. 7-eshigiga qaratib olib ketayotganda haligi odam qo'yganib ketibdi. Tursa tushi ekan. Alhamdulillah debdi. Debsa chiroyli qilib tahorat qilib 2 rakat namoz o'qib Allohdan so'rabdi. Parvardigoro 7-sini ham qis qilib qo'yargin deb.